O'zimga yangi o'yinchoq oldim. Ko'ruvchi odam bilasizmi, qanaqa kadrlarni yaxshi ko'radi? Hali ko'rmagan kadrlarni. Shuning uchun bir ikkita narsalar kerak bo'ladi. Mobilografiya ham, umuman o'zingiz ham biron ishxonangizni, katta ofisingizni, zavodnimi olmoqchi bo'lsangiz, dron uchira olmaysiz, to'g'rimi? Ilojimiz yo'q uni, lekin anaqa narsalar bor. Men o'zimga bugun yangisini oldim. Eskisi sinib qoldi. Ana ancha ish qilgan bu. Osmo qotiraman. Osmoda baribir ishlayman. Buni tepaga ko'targaningizdan keyin Osmo albatta kerak bo'ladi. Ko'rasiz kadrni. Mana faraz qiling, mana bu bitta hovli. Mana shu hovlini, mana bu pasluvda oldik. Bu yoqdan, bu yoqdan dinamika qilib oldik, boshqa stilda oldikda, lekin mana bu stilga nima deysiz hozir? Mana modelini ko'rsataman. Endi 65 ekan ko'kalar. Shu usti yetganda karbonovika o'xshaydi. Ozgina ko'targan, eng balandida bukilsa ham, lekin samida bunga garantiya berishdi. Narxini men 300 ming so'mga oldim. Balkim arzondir, balkim qimmatdir, siz bilgan joy, lekin narxini bu yerga yozish kerak emas. Men shu sohadagilarga maslahat berib qo'ydim o'yinchoqni.